Assalomu alaykum qaddi baland qadrdonlar, chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining ashaddiy obunachilari akalar. Bugun gigant buqa ham olib kelib qo'ydim. Gigant buqani ukasini ham olib kelib qo'ydim akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa, pulini Jaydarani pulida beramiz, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar akalar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan, o'zimizning xonadondan. Bu buqamiz 1,5 yosh, bo'ylari 1,40. Onaga olishdan ota rossiyskiy akalar. Bu buqachamizni onasi ham otasi ham rossiyskiy akalar. Mana o'zi rang ro'yidan ham bilinib turibdi akalar, mana. Endi nima deymiz? Orqalari 4 burchak bo'ladi, xudo xolasa. 7 oylik, bo'ylari 1,12, buniki 1,40. Endi nima deymiz? Bugun 16-sentyabr bo'lyapti akalar. Mana. Oyoq qo'llar hamma yo'g'i joyida. Olasizlar, boqasizlar. Shunaqa buqalarni, jaydar buqalarni nech pul deyapti bozorda? Bemalol bozorga solishtiringlar, internetga, hamma joyga solishtiringlar akalar. Hamma joydan arzon qilib beraman. Kim qancha kutyapti akalar? Hamma yo'q sog'lom buqani. 25 million so'mga sotsam bo'ladimi akalar? Bo'ladi. Men 25 million emas, 22 million so'm bo'lsa yo'l ham qo'yib beraman, dastlabkasini vodiy bo'ylab ham qilib beraman akalar. 1,40 lik buqani akalar. Telefon qilaveringlar. 22 millionga yo'l qo'yib beraman akalar. Endi bu kichkintoyga akalar. Bu kichkintoy 7 oylik shaqi o'sgan. Bu sho'uskilar bo'ladi, rossiyskiy. Shaqi o'sgan. Shunaqa buqani bolalari-da. Shaqi katta. Endi bu buqachani akalar 15 million emas, 14,5 million bo'lsa, ozgina xayri bor, dastlabkasini vodiy bo'ylab beraman akalar. Bo'ylari 1,12 da. Shu tomondan solishtirlar. Pat so'z bo'zay emas, 7 oylik bo'zay. Bo'ylari 1,12. 14,5 million so'm bu, 22 million so'm bu, kami bor. Telefon qilaveringlar, telefonda gaplashamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, paddesh uchun akalar. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Qo'llab-quvvatlayotganlar uchun rahmat. Yaxshi qolinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik akalar.